voy botir nimani sanayapti? 4, 5. Botir nimani sanayapsan? Dodajonim, kelesmosti, mehnat posti 8 kilometr. Damaskan echkan oxirida G'iyos Umarovda tayyor bitgan 508 sotuvli uyga keldim. Sizga bitta ko'rsatmasam bo'lmaydi. Ulug'bek ham shu yerdalar mana. Qani yuringchi Ulug'bek aka. Burchatkalarni ham boplagan ekan, ey. Dodaga bu burchatka emas, farqi bormas ekan. Siz bular tosh. Uy egalari o'zimiz yashaymiz deb seriozli pul chiqib qo'yilgan bu uyga. Doda, siz hozir uyni ko'ring. Qani yurchi. Suvni naporini qara. Shaharda ham yo'q bunaqa napor. Bog'ini qara, uylarini qara. Pulim bo'lganda o'zim olib qo'yardim. Ko'pchilik tayyor uy so'rovdi. Mana kelinglar sizlar. Yozgi oshxonalari ham zo'r ekan, barlarini qara buni chiroyligini. Doda, bugun mehmon chaqirasizmi, tadbir qilasizmi? Bemalol kalabatlan ko'ryapsiz, stol bilan ko'ryapsiz. Namaqqa yana bir 5 ta stol chiqadi, ko'rdingizmi? Hovlidan shunday kirib kelganimizda ayollarimizni eng sevimli xonasi. O'tirib olib bir piyola choy ustida manzarani tomosha qilib o'tiradigan xonamiz. Doda, uyimiz 2 etajga, sanuzeli ham 2 ta. Mana, vanna, hammom, tualet. Ulug'bek, Doda, bu birinchi etajdagi zalimiz bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqmadi. Ikkinchi etajga. qani bo'ladi. yurchi. Ya Doda, oldimdan chiqib qo'rar ekansiz. Bu ikkinchi etajli sanuzil. Botir aka, xonadan sanayib charchab ketdingizmi? Bu ikkinchi etajdagi spalniyamiz bo'ladi. Doda, charchadingmi? Doda, xonalar sani yurib charchab ketdim. Ishoning, o'pshi 7 ta xona ekan. 2 ta sanuzil, 2 etajga, mam eshik, MDFli. Qadrdonlar, sizlarga eng zo'rini ilindik. Uyga gap bo'lishi mumkin emas. Narxini ayting-ku endi. Doda, narxi keladigan bo'lsa, bir istirab oladigan klientlarga yana kelishtirib beramiz. Tezda murojaat qilinglar.